Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun juda muhim hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan bir mavzu haqida so'z yuritamiz. Bu ma'lumot ayniqsa 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun g'oyat dolzarb bo'lib, tom ma'noda vaqtni kechiktirmasdan harakat qilishni talab etadi. Shoshilinch ravishda murojaat etishingiz kerak bo'lgan bir hujjat bor. Bu sizning qo'shimcha imkoniyatlaringizni ochadi, moliyaviy ahvolingizni yaxshilaydi va hayotingizni ancha osonlashtiradi. Hech qanday mubolag'asiz aytamanki, bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Agar siz yoki yaqinlaringiz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Videoni boshlashdan oldin iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga kelajakda ham siz uchun shunday muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda katta yordam beradi. Unutmang, bugungi videodagi ma'lumotlar nafaqat sizning, balki oilangiz va yaqinlaringizning ham farovonligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shunday ekan, diqqatingizni jamlang va boshladik muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlarim, avvallari bizning pensiya tizimimiz nisbatan sodda edi. 65 yoshdan oshgan fuqarolar asosan davlat tomonidan belgilangan pensiya nafaqalarini olishar edi. Bu nafaqalar ularning mehnat staji va oldingi daromadlariga qarab hisoblanar va odatda maxsus qo'shimcha hujjatlarni rasmiylashtirish yoki doimiy ravishda yangilab turish shart emas edi. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat idoralari sizning ma'lumotlaringiz asosida pensiyani tayinlar va siz uni har oy olishingiz mumkin edi. Qo'shimcha imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar yoki tibbiy xizmatlardagi ba'zi chegirmalar ham ko'pincha umumiy qonunchilik doirasida avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Ya'ni buning uchun alohida ariza berish talab etilmasdi. Siz shunchaki pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatingizni ko'rsatardingiz va tamom. Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, ayniqsa nuroniylarimizni yanada qo'llab-quvvatlash bo'yicha ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Hukumatimiz nafaqat umumiy pensiya miqdorini oshirishga, balki keksa yoshdagi fuqarolarimizga yanada maqsadli va shaxsiylashtirilgan yordam ko'rsatishga intilmoqda. Aynan mana shu jihatda katta o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda aziz yurtdoshlar, ayniqsa 15 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun ijtimoiy himoya kartasi yoki shunga o'xshash nomdagi imtiyozli kartalar joriy etildi. Bu karta shunchaki bir qog'oz yoki plastik bo'lak emas, balki siz uchun yangi imkoniyatlar dunyosini ochuvchi bir vositadir. Oldin avtomatik tarzda amalga oshirilgan ba'zi imtiyozlar endilikda ushbu karta orqali tizimli va nazoratli ravishda taqdim etiladi. Eng muhimi shundaki, bu karta o'z-o'zidan sizga berilmaydi. Uni olish uchun shaxsan murojaat qilishingiz, ya'ni ariza yozishingiz shart. Nega bunday o'zgarishga ehtiyoj tug'ildi deb so'rashingiz mumkin. Sababi, davlat har bir fuqaroga, ayniqsa ehtiyojmandlarga yordamni aniq va manzilli yetkazishni istaydi. Ba'zan pensiya nafaqalari yetarli bo'lsa-da, keksalarimizning turmush sharoitlari, sog'ligi, oilaviy ahvoli kabi individual omillar qo'shimcha yordamni talab qilishi mumkin. Bu karta aynan shunday holatlarda sizga juda katta ko'mak bo'ladi. Afsuski, ko'pchilik fuqarolarimiz bu yangilikdan bexabar yoki ariza berish jarayonini murakkab deb o'ylashib kechiktirishmoqda. Bu esa ularni ko'plab imtiyozlardan mahrum etmoqda. Shuning uchun bugun sizni shu haqda to'liq ma'lumot bilan qurollantirmoqchiman. Birinchi asosiy qism, batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Xo'sh, bu ijtimoiy himoya kartasi yoki shunga o'xshash yangi hujjat nima? Bu oddiy qilib aytganda, davlat tomonidan 65 yoshdan oshgan fuqarolarimizga beriladigan maxsus imtiyozli kartadir. Bu karta egasiga bir qator qo'shimcha qulayliklar va yordam turlarini taqdim etadi. Hozirgi kunda bunday karta orqali quyidagi imtiyozlarni olishingiz mumkin. 1. Kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar. Bu kartaga ega bo'lganlar uchun elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va chiqindi yig'ish xizmatlari uchun belgilangan chegirmalar yoki qo'shimcha subsidiyalar taqdim etiladi. Bu har oyda sezilarli darajada pul tejash imkonini beradi. 2. Dori-darmon xaridlari uchun chegirmalar. Hamkor dorixonalarda ushbu karta orqali ma'lum bir ro'yxatdagi dori-darmonlarni chegirmali narxda sotib olish imkoniyati yaratiladi. Bu ayniqsa surunkali kasalliklarga chalingan, doimiy dori ichib yuradigan keksalarimiz uchun juda muhimdir. 3. Bepul tibbiy ko'riklar va xizmatlar.
Karta egalari uchun yiliga bir marta umumiy tibbiy ko'riklar bepul o'tkaziladi. Shuningdek, ba'zi maxsus tibbiy xizmatlar va konsultatsiyalar uchun ham imtiyozlar beriladi. Sog'ligini doimiy nazorat qilish zarur bo'lgan yoshdagi insonlar uchun bu juda katta qulaylik. 4. Transport xarajatlari uchun imtiyozlar. Ba'zi hududlarda jamoat transportida avtobus, metro bepul yoki chegirmali yurish imkoniyatlari ham ushbu karta orqali taqdim etilishi mumkin. Bu ayniqsa shaharda yashovchi va ko'p harakatlanadigan keksalarimiz uchun juda qulaylikdir. 5. Ayrim oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mahsulotlari uchun chegirmalar. Hukumat tomonidan belgilangan ro'yxatdagi ayrim do'konlarda karta egalariga oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj mollari uchun chegirmalar beriladi. Bu oila byudjetiga qo'shimcha yengillikdir. 6. Madaniy ma'rifiy tadbirlarga bepul kirish. Ba'zi muzeylar, teatrlar, ko'rgazmalar uchun ham ushbu karta orqali bepul yoki chegirmali kirish imkoniyatlari yaratiladi. Bu keksalarimizning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga yordam beradi. Kim xavotirlanishi kerak? Bu savolga javob oddiy. 15 yoshdan oshgan hozirgacha shu ijtimoiy himoya kartasini rasmiylashtirmagan har bir fuqaro xavotirlanishi kerak va zudlik bilan murojaat qilishi shart. Hatto sizning pensiyangiz yetarli deb hisoblasangiz ham bu karta sizga qo'shimcha imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu boisdan hoziroq ariza berishni boshlang. Keling, bir nechta real hayotdan misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol Oysha buvi va uning afsuslanishi. Farg'onalik Oysha buvi 22 yoshda. U kishining o'g'li chet elda ishlaydi. Kelini va nabiralar bilan yashaydi. Pensiyasi o'rtacha, lekin har oyda kommunal to'lovlarga va dori-darmonlarga ancha pul sarflaydi. Oysha buvi yaqinda ushbu yangi karta haqida eshitib qoldi. Lekin menga kerak emasdir, o'zimning pensiyam bor-ku deb e'tibor bermadi. Bir oy o'tib qo'shnisi Mavluda buvi maqtanib keldi. Men ijtimoiy himoya kartasini oldim. Shu oy elektr so'm kam to'ladim. Dorixonadan ham 15 ming so'mlik dorini chegirma bilan oldim. Oysha buvi quloqqa ishonmadi. Keyin o'ylab ko'rsa, har oy 65 ming so'mdan ortiq pulni shunchaki tejab qolishi mumkin ekan. U kishi hozir kech qolgandan afsuslanib, tezda ariza berishga shoshilmoqda. Agar u kishi o'z vaqtida murojaat qilganda, bir necha oydan buyon bu imtiyozlardan foydalangan bo'lardi. Bu shunchaki bir tasavvur emas, aynan shu kabi holatlar minglab oilalarda yuz bermoqda. Ikkinchi misol, O'lim bobo va uning tadbirkorligi. Qashqadaryolik O'lim bobo 18 yoshda. U kishi oldin maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. O'lim bobo internetdan yangiliklarni doim kuzatib boradi. Ijtimoiy himoya kartasi haqidagi xabarni eshitishi bilanoq Davlat xizmatlari markaziga borib hujjatlarni topshirgan. Bir hafta ichida kartani qo'lga kiritgan. Endi u kishi har oy o'rtacha 70 ming so'm atrofida kommunal to'lovlardan tejab qoladi. Eng muhimi, u kishi uchun belgilangan bepul yillik tibbiy ko'riklar sabab Olim bobo o'zining qon bosimi va qandli diabetini muntazam nazorat qilib turibdi. Yaqinda bepul ko'rikda shifokorlar unda paydo bo'layotgan kichik muammoni erta aniqlashdi va kerakli davo choralarini tavsiya etishdi. Agar u kishi bu kartaga ega bo'lmaganida, balki bu ko'rikni kechiktirib, sog'ligini xavf ostiga qo'ygan bo'lar edi. Ko'ryapsizmi? Bu faqat pul masalasi emas, balki sog'lik va osoyishtalik masalasi hamdir. Uchinchi misol, Nodir opa va uning g'amxo'rligi. Toshkentlik Nodir opa 6 yoshda. Uning onasi Taqazun 5 yoshda. Ko'zi xira tortgan, uyidan qam chiqadi. Nodir opa ushbu karta haqida eshitgach, onasi nomidan murojaat qilib, kartani olib berdi. Endi ular onasi uchun dorilarni chegirma bilan sotib oladi. Eng muhimi, mahalla tomonidan tashkil etilgan maxsus avtobuslarda onasining bepul tibbiy ko'rikka olib borib kelish imkoniyatidan foydalanmoqda. Onasi uyda yolg'iz qolmasligi uchun esa Nodira opa qo'shnisining yosh qiziga haftada 2 marta onasining yoniga kirib, u bilan suhbatlashish uchun bir oz pul beradi. Ijtimoiy himoya kartasi orqali tejalgan pullar aynan shu xarajatlarni qoplashga yordam beryapti. Bu imkoniyat yordamida Nodir opa ham onasining uchun xotirjam bo'ldi, ham o'ziga ancha yengillik yaratdi. Kim xavotirlanmasligi kerak? Bu kartani allaqachon rasmiylashtirgan fuqarolarimiz xavotirlanmasliklari kerak. Agar sizda bu karta mavjud bo'lsa va undan muntazam foydalanayotgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Shuningdek, 35 yoshdan kichik bo'lgan fuqarolarimiz ham hozircha bu masala bo'yicha xavotirlanmasliklari mumkin. Chunki bu hujjat aynan belgilangan yosh toifasi uchun mo'ljallangan. Albatta, kelajakda davlat ijtimoiy siyosatiga ko'ra yosh chegaralari o'zgarishi mumkin.
Ammo hozircha 65 yoshdan oshganlik asosiy mezon hisoblanadi. Shunday ekan, kartaga ega bo'lmagan 65 yoshdan oshgan har bir kishi shoshilinch choralar ko'rishi lozim. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, ijtimoiy himoya kartasi tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos qiladi va jarayonni yanada silliq ketishiga yordam beradi. 1. Istisnolar va maxsus shartlar. Nogironligi bor fuqarolar agar sizda ijtimoiy himoya kartasi mavjud bo'lmasa ham, nogironligi bo'lgan shaxslarga avvaldan beradigan imtiyozlar saqlanib qoladi. Biroq bu karta ularga qo'shimcha imkoniyatlar berishi mumkin. Misol uchun, ba'zi holatlarda ikki xil imtiyozni birgalikda qo'llash mumkin bo'ladi. Bu esa ularning ahvolini yanada yaxshilaydi. Shuning uchun, agar siz nogironligi bor fuqaro bo'lsangiz va 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, baribir bu kartaga ariza berishingiz tavsiya etiladi. Davlat mukofotlari sohiblari va faxriylar, urush faxriylari, mehnat faxriylari va davlat mukofotlari sohiblari uchun maxsus imtiyozlar mavjud. Ijtimoiy himoya kartasi ularga ham qo'shimcha qulayliklar berishi mumkin. Amaldagi imtiyozlar bekor bo'lmaydi, balki ushbu karta orqali qo'shimcha afzalliklarni olishingiz mumkin. Shuning uchun ular ham albatta murojaat qilishlari kerak. Shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi farqlar. Ba'zi imtiyozlar, masalan, jamoat transportidagi chegirmalar shaharlarda ko'proq dolzarb bo'lishi mumkin. Qishloq joylarda esa aksincha ma'lum turdagi oziq-ovqat mahsulotlari yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun chegirmalar ko'proq ahamiyat kasb etishi mumkin. Hududiy xususiyatlar sababli ba'zi imtiyozlarning ro'yxati yoki hajmi bir oz farq qilishi mumkin. Bu haqda davlat xizmatlari markazidan aniqlik kiritishingiz mumkin. Tuzoqlar va umumiy xatolar. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri ariza berishda kerakli hujjatlarning to'liq taqdim etilmasligi yoki ulardagi ma'lumotlarning noto'g'ri bo'lishi. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, shuningdek, agar taklif qilinsa, boshqa hujjatlar, masalan, oila a'zolari tarkibi haqida ma'lumotni diqqat bilan tayyorlashingiz shart. Birgina muddatini uzaytirishi yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Muddatni o'tkazib yuborish. Garchi bu karta uchun doimiy ariza berish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, ba'zi qo'shimcha imtiyozlar yoki yangi dasturlar uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Agar siz ushbu muddatni o'tkazib yuborsangiz, o'sha dasturlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun xabarlarni diqqat bilan kuzatib boring va har qanday o'zgarishlar haqida tezkor ma'lumot oling. Menga shart emas degan fikr. Yuqorida aytganimdek, ko'pchilik mening pensiyam bor, menda hamma narsa yaxshi deb o'ylaydi. Bu o'z-o'zini aldamoq. Davlat sizga qo'shimcha imkoniyat berayotgan ekan, undan foydalanmaslik shunchaki ahmoqlik bo'ladi. Bir oyda 50 ming so'm, 1000 ming so'm tejash bu kichik summa emas. Yili bu million so'mdan oshadi mablag'ni sog'ligingizga, farzandlaringizga, nabiralaringizga sarflashingiz mumkin. Raqamli savodsizlik, keksa yoshdagi fuqarolarimizning ko'pchiligi internetdan, mobil ilovalardan foydalanishda qiynaladi. Ba'zi joylarda arizani onlayn tarzda ham topshirish mumkin bo'lsa-da, agar siz bu borada qiynalsangiz, yoshroq oila a'zolaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markazlarida sizga yordam beradigan xodimlar mavjud. Bu qiyinchilik sizni to'xtatmasligi kerak. Uchun noaniq nuanslar va qo'shimcha ma'lumotlar nimaga? Imtiyozlarning yangilanishi. Ijtimoiy himoya kartasi orqali taqdim etiladigan imtiyozlar ro'yxati va ularning hajmi vaqti bilan hukumat qarorlari bilan yangilanib borishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda davlat xizmatlari markazlarining e'lonlarini, mahalliy hokimiyat organlarining xabarlarini kuzatib borish muhimdir. Kartaning amal qilish muddati. Kartaning o'zining amal qilish muddati bo'lishi mumkin. Muddat tugaganda uni yangilash kerak bo'ladi. Odatda bu muddat bir necha yilni tashkil etadi. Kartani olganingizda uning amal qilish muddatini tekshirib oling va muddat tugashiga yaqin qolganda yangilash choralarini ko'ring. Bu haqda sizga xabarnoma kelmasligi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Moliya vositalari bilan bog'liqlik. Ba'zi hududlarda ushbu kartaga biriktirilgan alohida hisob raqami bo'lishi mumkin. Unga ma'lum bir miqdordagi subsidiyalar yoki bir martalik yordam pullari o'tkazilishi mumkin. Bu haqda ham murojaat qilayotganingizda so'rab olishingiz lozim. Yashash joyiga qarab cheklovlar, ba'zan imtiyozlar
faqat fuqaroning doimiy yashash joyi bo'yicha amal qilishi mumkin. Agar siz boshqa shaharga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, kartani qayta rasmiylashtirish yoki yangi yashash joyingizdagi tegishli imtiyozlarni aniqlashtirish talab etilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu hujjat shunchaki bir qog'oz emas, balki yaxshilab o'rganishni talab qiladigan murakkab tizimning bir qismidir. Ammo bu murakkablikdan qo'rqmaslik kerak. Chunki davlat sizga yordam berishni xohlayapti. Shunchaki o'z haqqingizni bilib, undan foydalaning. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Azizlarim, endi eng muhim qismiga keldik. Qanday harakat qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Men sizga aniq qadam-qadam ko'rsatmalar beraman. Bir qadam. Ma'lumotni tasdiqlash va aniqlik kiritish. Birinchi navbatda bu ma'lumotning dolzarbligini va sizning hududingizda aniq qanday imtiyozlar mavjudligini tasdiqlashingiz lozim. Buning uchun siz quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar sizning eng ishonchli manbangizdir. Ular mamlakat bo'ylab joylashgan bo'lib, aholiga turli davlat xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan. Borib 65 yoshdan oshgan fuqarolar uchun ijtimoiy himoya kartasi yoki shunga o'xshash yangi imtiyozli hujjatlar bo'yicha ariza qabul qilasizmi deb so'rang. U yerda sizga barcha batafsil ma'lumotlarni berishadi. Mahalla fuqarolar yig'inlari MFA. Ba'zi ma'lumotlarni siz o'zingiz yashayotgan mahallaning raisi yoki mas'ul xodimlaridan ham olishingiz mumkin. Ular ko'pincha mahallaning keksa fuqarolari bilan bevosita aloqada bo'lishadi va ularning ehtiyojlaridan xabardor bo'lishadi. Pensiya jamg'armasi. Ushbu jamg'arma ham tegishli ma'lumotlarni berishi mumkin. Ammo DXMga murojaat qilish afzalroq. Chunki u yerda barcha turdagi davlat xizmatlari bir joyda jamlangan. Hukumatning ishonch telefonlari, agar uydan chiqishga qiynalsangiz. Tegishli vazirlik yoki idoralarning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Masalan, GIM2 qisqa raqamiga telefon qilib davlat xizmatlari markazlari xizmatlari haqida ma'lumot olish mumkin. 2 qadam kerakli hujjatlarni to'plash. Arizani topshirish uchun sizga bir nechta asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Ularni oldindan tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. Pasportingiz, aslini va nusxasini o'zingiz bilan oling. Asli faqat tekshirish uchun kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi. Ushbu guvohnomaning ham aslini va nusxasini tayyorlab qo'ying. Raqamli fotosurat. Ko'pincha arizani topshirish jarayonida joyida fotosuratga olishadi. Lekin ba'zi hollarda o'zingiz bilan 3 xarkot, sem o'lchamli bitta rasm olib borish talab etilishi mumkin. Oldindan tayyorlab qo'ygan yaxshi. Agar talab etilsa, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, ba'zi imtiyozlar oila a'zolarining soni va daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holatda sizdan mahalla fuqarolar yig'inidan oila tarkibi haqida ma'lumotnoma talab etilishi mumkin. Elektron imzo EYUP agar arizani onlayn tarzda, masalan, ya EDXP, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali bermoqchi bo'lsangiz, sizga elektron imzo kerak bo'ladi. Agar bo'lmasa, DXMga murojaat qilishni tavsiya etaman, u yerda yordam berishadi. 3 qadam arizani topshirish. Barcha hujjatlar tayyor bo'lgach, davlat xizmatlari markaziga DXM boring. Murojaat tartibi. DXMga kirganingizda navbat olish tizimidan foydalaning. Odatda elektron navbat. Mutaxassisga 65 yoshdan oshgan fuqarolar uchun ijtimoiy himoya kartasini rasmiylashtirish maqsadida kelganingizni ayting. Arizani to'ldirish. Mutaxassis sizga ariza blankasini beradi yoki o'zi elektron tarzda to'ldirishda yordam beradi. U yerda shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqamingiz kiritiladi. Arizani diqqat bilan o'qib chiqing va barcha ma'lumotlarning to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar biror joyga tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Hujjatlarni taqdim etish. Tayyorlab kelgan pasport va pensiya guvohnomalarini mutaxassisga topshirasiz. Asl hujjatlaringizni esa tekshirish uchun ko'rsatasiz. Ariza qabul qilinganligi haqida kvitansiya. Arizangiz qabul qilingach, sizga uning raqami ko'rsatilgan kvitansiya yoki xabarnoma beriladi. Bu hujjatni asrab qo'ying, chunki u orqali arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. 4 qadam kartani olish va imtiyozlardan foydalanish. Arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng, odatda 5-10 ish kuni ichida sizga ijtimoiy himoya kartasi tayyor bo'lgani haqida xabar berilishi mumkin. SMS yoki telefon orqali. Kartani olish, xabarnoma kelgach pasportingiz bilan DXMga borib kartani qabul qilib olasiz. Foydalanish tartibi: kartani olganingizda
uni qanday ishlatish bo'yicha qisqacha ko'rsatma beriladi. Kommunal to'lovlar, dorixonalar, do'konlar va boshqa xizmatlarda chegirmalarni olish uchun har safar kartani ko'rsatishingiz lozim. Ba'zi joylarda uni terminaldan o'tkazish talab etilishi mumkin. Xuddi bank kartasi kabi. Muhim maslahatlar: yolg'iz yashovchi keksa fuqarolarimiz, agar o'zingiz borishga qiynalsangiz, mahalla raisi yoki ijtimoiy xizmat xodimlariga murojaat qiling. Ular sizga yordam berishi shart. Yoki ishonchli qarindoshingizdan farzandingiz, nabrangiz yordam so'rang. Ularga ishonchnoma rasmiylashtirib, sizning nomingizdan murojaat qilishlariga ruxsat berishingiz mumkin. Bu haqda DXM xodimlari bilan maslahatlashing. Hech kimga to'lov qilmang. Davlat xizmatlari markazlarida bu xizmat uchun qo'shimcha to'lovlar olinmaydi. Agar kimdir sizdan tezroq qilib beraman yoki hujjatlaringizni to'g'rilashga yordam beraman deb pul talab qilsa, zudlik bilan shu markaz ma'muriyatiga yoki huquq tartibot organlariga xabar bering. Bu firibgarlikdir. Barcha savollaringizni bering. Hech qachon savollaringizni ichingizda saqlamang. DXM xodimlari sizga yordam berish uchun u yerda. Tushunmagan joyingizni qayta so'rashdan tortinmang. Bu qadamlarni amalga oshirish orqali siz o'zingizga va yaqinlaringizga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Esda tuting, bu sizning haqqingiz va davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatdir. Uni qo'ldan boy bermang. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar va qadrli tomoshabinlar. Bugungi videoda biz 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun juda muhim bo'lgan bir mavzuni atroflicha muhokama qildik. Endilikda siz ijtimoiy himoya kartasi yoki shunga o'xshash imtiyozli hujjat nima ekanligini, uning qanday imtiyozlarni taqdim etishini, kimlar unga murojaat qilishi shartligini, kimlar xohlanmasligi kerakligini, shuningdek tuzoqlar va noaniq nuanslarni, eng muhimi uni olish uchun qadam-qadam nima qilish kerakligini bilib oldingiz. Unutmang, bu shunchaki bir tavsiya emas, balki shoshilinch chaqiriqdir. Hozirgi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri aholining ehtiyojmand qatlamlarini, xususan nuroniylarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash. Sizdan talab qilinadigan esa faqatgina o'z haqqingizni bilish va uni talab qilishdir. Bu karta sizning hayotingizni moliyaviy jihatdan yengillashtirish, sog'ligingizni himoya qilish va ijtimoiy faolligingizni oshirish uchun yaratilgan. Unga befarq bo'lmang. Shu bilan birga, agar sizning oilangizda, mahallangizda 15 yoshdan oshgan, lekin bu ma'lumotlardan bexabar insonlar bo'lsa, ularga bu videoni ko'rsating, bu haqda tushuntiring, kerak hujjatlarni yig'ish va ariza topshirishda yordam bering. Bitta insonning hayotini yaxshilashga sabab bo'lish bu juda katta savobdir. Sizningcha bu yangi tizim qanchalik samarali? Siz qanday imtiyozlarga muhtojsiz? Bu borada sizda qanday takliflar yoki qo'shimcha savollar bor? Iltimos, o'z fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning sharhlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va do'stlaringizga, yaqinlaringizga ulashing. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lib, kelgusi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Tez orada uchrashguncha